سرخط اخبار: توقف پروازها در سراسر فرودگاه‌های ایران. Birleşken Milletler Teşkilatı Baş katibi İran ve İsrail'den hücumlarının to'xtatish talabi. کشته شدن دو تن دیگر از مقامات ارشد سپاه پاسداران. Eronning Isroilga qarshi uyushtirgan hujumlari natijasida o'nlab kishi o'lib yaralangani و پذیرش مسئولیت انفجار قندوز از سوی جبهه آزادی. va Rajab Tayyip Erdo'g'on Isroilning Eronga qilgan hujumlari xalqaro qonunni buzish deb va ushbu hujumni qoralagani. خوش آمدید. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که پروازها از تمام فرودگاه‌های این کشور تا اطلاع بعدی متوقف شدند. مسئول روابط عمومی فرودگاه‌های ایران ساعت قبل اعلام کرده است که تا اطلاع بعدی هیچ پرواز از ایران انجام نخواهد شد. بر اساس گزارش‌ها از شهروندان این کشور نیز خواسته شده است که از اطراف فرودگاه‌ها فاصله داشته باشند. این در حالی است که جمهوری اسلامی تایید کرده است که بخش‌هایی از فرودگاه مهرآباد تهران هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است که در پی آن قسمت جت‌های جنگی ایران در پی این حملات آسیب دیده است. آنسو اسرائیل نیز حریم هوایی خود را تا اطلاع بعدی مسدود اعلام کرده است. Birleşken Milletler Teşkilatı Baş katibi Antonio Guterres İran ve İsrail'den o'zaro hujumlarning to'xtatishlarini istagan. Guterres o'z sahifasida shuncha yetar deb yozgan. U Eronning hastayı qurilmalariga Isroil orqali uyushtirilgan roket hujumlari va Tehronning javob olarak Tel Avivga uyushtirgan roket hujumiga ishora qilib va aytdiki, hozir bu vaziyatning to'xtatilishi vaqtidir. Birleşken Milletler Teşkilatı Baş katibi payomining boshqa bir bo'limida Tehron va Tel Aviv rasmiylariga xitob qilib va yozishicha tinchlik va diplomasiyaning g'alaba qozonishi kerak degan. Antonio Guterresning ushbu bayonoti Tehron va Tel Aviv orasidagi keskinliklardan 2 kun bo'lgani bir holda bayon bo'lgan. İsrail juma kuni ertalab Tehron shomil Eronning bir qator bo'limlariga havo hujumlarini uyushtirgan edi va Eron ham ushbu hujumlarga qarshilik berdi. مرکز ارتباط و اطلاع رسانی ستاد کل نیروهای مسلح ایران کشته شدن غلامرضا مهرابی و مهدی ربانی از مسئولان ارشد این ستاد را تایید کردند. این مرکز اعلام کرده است که غلامرضا مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و مهدی ربانی معاون عملیات این ستاد بودند. بر اساس گزارش‌ها فرماندهان ارشد نظامی ایران از جمله حسین سلامی فرمانده کل سپاه، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر علی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه، غلام علی رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا و شمار از دانشمندان هسته‌ای کشته شدند. این در حال است که افزون بر این تا کنون 146 تن در پی حملات اسرائیل کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند. قابل ذکر است جنگ میان اسرائیل و ایران همچنان ادامه دارد. Xalqaro e'tirmalarning guzarish berishicha, Eron orqali Isroilga uyushtirilgan roket hujumlar natijasida hozirgacha qarib 3 kishi o'lib va o'nlab kishi yaralangan. Anadolu ajansining guzarishi asosida juma kechasi boshlanib va bugun ertang chog'iga davom qilgan ushbu hujumlar natijasida kamida 91 kishi yaralangan. Shuningdek, Isroilning 12 kanali Eron tomonidan uyushtirilgan so'nggi hujumlarda 21 kishi yaralangan va ulardan 3 tasining ahvoli og'ir bo'lgani xabar berilgan. Mazkur tarmoqning aytishicha, Eron hujumlari tufayli yashash uylarga yetishgan ziyonlar uchun Tel Avivda qariyb 300 ming isroillik uylarni tark qilganlar. و اینکه جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است انفجار در ولایت کندوز کار نیروهای این جبهه بوده که در نتیجه آن 2 عضو گروه طالبان کشته شدند. در خبرنامه این جبهه منتشر شده آمده است که نیروهای این جبهه شب گذشته بر یک پاسگاه بازرسی طالبان در مربوطات حوزه اول شهر کندوز حمله کردند. بر بنیاد خبرنامه در نتیجه این حمله نیروهای جبهه آزادی 2 عضو دیگر گروه طالبان نیز زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان اضافه کرده است که به نیروهای این جبهه در این عملیات آسیب وارد نشده است.
جبهه آزادی قبل از این نیز انجام حملات پیاپی و وارد کردن تلفات بر نیروها و مواضع گروه طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان را خبر داده بود. قابل ذکر است که طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. و Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X sayfasida bir bayoniya orqali yozishicha, İsrail ayniqsa G'azani qon, ko'z yoshi va beqarorlikka botirish isrojisini hozir Ironga qilgan hujumi bilan juda ham xavfli bosqichga olib borgan. Erdo'g'onning aytishicha, Isroilning Ironga uyushtirgan hujumlari xalqaro qonunni buzishdir. İsrailning qo'shnimiz Ironga uyushtirgan hujumlari dushmanlikni o'rtaga keltirish to'g'risida belli bir iqdom bo'lib va xalqaro qonunga e'tibor bermaslikdir degan. Turkiya Cumhurbaşkanıga ko'ra, Ironning hastaiy barnomasiga tegishli muzokaralar kuchaygani va G'azada g'ayriinsoniy harakatlarga qarshi xalqaro bosimlar ko'paygani bir holda ushbu hujumlar uyushtirilgan. U Netanyahu rejimi tafovutsiz hujumchi va qonunni sindirgan harakat bilan nafaqat mantiqa balki butun dunyoni falokat tomon surmoqda deb va urg'ulavshicha xalqaro hamjamiyat mantiqa va dunyoning sabotini nishonga olgan Isroilning qonun buzishlarini to'xtatishi kerak degan. Shuningdek, Erdo'g'on janoblari bayonotining oxirida ham Ironga qarshi uyushtirilgan hujumni qoralab, bu mamlakat aholisi bilan qayg'udoshlik bildirgan. تشکر از توجهتان به اخبار این ساعت. خداوند نگهدار.